Üstütke joylashgan bunday ipotekani aniq ko'rmagansiz. Tak do'stlar, ko'chadan kirganingiz ana shunday yarmaqabi temir eshik, o'ng qo'lingizda ana shunday radiatorlar o'rnatilgan, xona issiq uyimiz, gaz zamonmi yo'q. Yuqorisida ana shunday 12 lik konditsioner ham bor. O'ng qo'lingiz, chap qo'lingizda ikki xonasi bor. Birinchi xonasi bilan tanishtiraman. Bu yerimiz bir yotoqxona bo'ladi. Ko'chaga qarab oynasi bor, ataplinlari ishlangan, yaxshi. Oyoq tiylari laminat bo'ladi. Bu yerimiz ikkinchi xonamiz. Xohlasanglar bu yerda spalniya qiling, xohlasanglar detskiy qiling, o'zingiz bilasizlar. Oldiga qarab oynasi, ataplinlari zo'r, uyda musta ekan. Yosh xo'jaliklar uchun zo'r. Hech qanday kredit yo'q. Bu yerimizdan bir kichkina mehmonxona. O'zim mehmonxona bunga solingan. Bu yerda 3 spalniya qilib, katta bir mehmonxonasi bor, ko'rsaman. Bu tarafimiz sanuzelda ko'chaga chiqaramiz deb planlashgan ekanlar. Ana shu devorlarni olib tashlab, mana shu katta bir keng ayvoncha bo'ladi. Oilangiz o'tirish zonasi bo'ladi. Oshxona ham sirtqa chiqadi. Sababi bu tarafini o'zlari saqlan ekanlar. Bir kovult pul ketdi deb turibdi egalari. Bu yoq tarafini solish uchun narx ham shunga yarasha qimmat emas. Kelganimizda ana shunda 18 metr katta zal bo'ladi. Qarasanglar bu yerda ikkiga bo'lib bir spalniya ham tursanglar bo'ladi. Ustlarini ko'rganingizda yaxshi etib bostirilgan, pollari qilingan. Undan tashqari bu yerimiz e'tibor berasizlar, shifr qilingan, yaxshi materiallardan. Shunday orqaga chiqqanimizda bu yerimiz mana sanuzel o'rni ishlangan, tayyor turibdi. Bu yer kotolxonasi, sanuzeli. Undan keyin bu yerimiz oshxona o'rni bo'ladi. Oshxona o'rni ham bunday kichkina emas, keng. Orqaga chiqqanimizda shunday sifatli, yaxshi akfa eshiklar o'rnatilgan. Sababi xona yorug' bo'lishi uchun orqa hovlidan bir tanishtirib chiqaman. Shunda orqaga chiqqanimizda shunday orqaga kichkina o'zine yarasha ixchamli hovlisi bor. Ko'rib turganingizdek shifrlar ham toza qag'ilgan, yaxshi etib. Hovlisida mana shunda tapchani bor. Orqaga pojarniy eshigi ham bor. Tandirxonalar, hamma narsasi bor. Ozroq zelenlik zona uchun yer ham bor. Do'stlar, bu videoni mana shunday kichkina bir ixchamli uy olaman degan tanish bir joyga tashlab qo'yamiz. Manzil ham zo'r yerda joylashgan. Do'stlar, uyimizda tanishdinglar, ko'rdinglar, yomon emas, hamma narsasi zakonniy joy-joyida. Erlar ham mana shunday katta qilib siyaj qilingan bir zo'r yeri bor. Ko'chasi ham shunday kengchilik, asfalt. Undan tashqari eldinda ekin egaman desanglar, katta yer maydoni bor, mana shunday bog'i bor, molxonalar ham bor. Zo'r. Baqcha maktab hammasiga yaqin, gaz, svet, suvdan, Wi-Fi'dan muammo yo'q. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri Iqbol mahallasi Bahor ko'chasida bo'ladi. Pastda nomerlar telefon olib kelib o'zingiz ko'rsangiz, bo'lmasa uyda ham odam bor. Ana shu tapchani orientatsiya etib qo'yinglar, shundan ko'rib kelaverasizlar. Shu uy. Narxiga kelsak, narxi 350 million so'm, ustidan ozroq gaplashamiz. Poyg'asi bor. Orientatsiya keladigan bo'lsak, orientar Paxtakordan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Bu tarafimiz Pillakordan kirib kelsanglar ham bo'ladi. Eng oxirdagi ipoteka ko'chalarida joylashgan yer maydoni 3 sotikka teng. Hammaga rahmat, bizlarni kuzatishga davom qiling.